Assalomu alaykum, Sherxon Satullayev YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun Toshkentda ko'rgazmadamiz. Bu yerda ko'rgazmada bizga eng kerakli bo'lgan narsa Cobalt avtomobilining yangi modifikatsiyasi, Midnight modifikatsiyasini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib shu yerda taqdim qilindi. Sizlarga bu haqida ma'lumotlarni berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, ma'lumotlarga ega bo'ling. Ko'rib turganlaringiz Cobalt yangi modifikatsiyasi. E'tibor beringlar, modifikatsiya. Bu yangi Cobalt, yangi restyling Cobalt, Cobalt 2025 va boshqa balo-battarlar emas. Bu shunchaki yangi modifikatsiya. Biza bilib ko'rib yurgan modifikatsiyamiz mana bu yerda yozib qo'yilgan. GX Style MT+, Hayal Style MT+ yo'q. GX Optima AT+ va GX Style AT+ modifikatsiyalarini bilamiz yaxshigina. Optimasi kalpakli bo'lardi, kalpak bo'lib rulning pasti plastik detali salon rangida bo'lardi, seri emas. Style AT+ esa o'sha bozorlarda hamma joyda mana shu Cobalt короче, sakadiskalik avtomat korobka. Bu esa bulardan keyin yana yangi qo'shilayotgan modifikatsiya bo'ladi. Mana bu yerga Cobalt GX Style Midnight yozilgan. Qanday yozilishini endilikda ko'rib boramiz. Ushbu modifikatsiyaga kichik o'zgarishlar bo'lgan. Fara ichi qoraytirilgan. Bu plyusga o'ynaydimi, minusga o'ynaydimi, to'g'risi bilmadim. Sababi yoritish bo'yicha zavodskoy faralarda menga eng yoqadigan Cobalt. Cobaltning farasi sariq bo'lishiga qaramasdan, galogen bo'lishiga qaramasdan juda zo'r yoritadi. O'zini bemalol farasi tursa bo'ladi. Lekin mana bu qoraytirilgan elementlar bunga xalaqit bermaydimikan deb men o'zim o'ylab qoldim, chunki bular ham o'z vazifasiga ega edi. Endi disklariga o'tamiz. Disklari zavodskoy holatda qora bo'lgan. Bu yoshlar bob bo'lishi mumkin. Chunki men o'zimda ham Cobalt bilasizlar, men ham qoraytiraymi deb o'ylagandim. Buni plyus minuslari bor. Plyus tarafini aytib o'taman. Avtomobilda haydab yura ko'p haydaydiganlar biladi, kalotka o'zidan qora qurum chiqaradi va o'zimiz haydab yurgan shu обычный mana bunaqa disklar tez qorayib ketardi. Buni plyus tarafi shu narsadan qutulasizlar, ya'ni disk qorayishidan qutulasizlar. Meni o'zimda ham Cobaltimda eng ko'p bo'ladigan muammo shu, shotka olib, ximiya olib, sepib, mana bunday ishqalab zo'rg'a tozalasdim. Agar qora diskali olsalar, bu narsadan aniq qutulasizlar. Va bu narsa zavodskoy, kraskasi uchmaydi. Ko'cha-kuyda oddiy disklaringizga sizlar qora septirsalaringiz 90% ko'chish ehtimoli bo'ladi. Kraska juda xunuk bo'lib qoladi. Bokovoylarda qora detal qo'shilgan. Buni ham men o'zimning avtomobilimga qildirmoqchi edim, lekin negadir ko'ngilga yoqmadi tuningchilar, Navoiy shahridagi tuningchilar. Shuning uchun qildirmagan edim. Va orqa disklar ham o'zgargan albatta, old bilan qo'shilib orqasi ham o'zgarishi bu tabiiy holat. Qolgan hamma narsasi o'sha, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bitta tavsiya edi, mana shu yerga ham qora sepib olish kerak edi. Qora bilan qora zo'r kombinatsiya bo'lardi. Endi orqa faraga o'tamiz. Orqa fara bizga juda yangilik emas. Chunki Ravon komplektatsiya bundan bir necha yil oldin xuddi shunday fara bilan chiqqandi. Cheti qora bo'lib chiqqandi. Sotuvda bu fara afsuski mavjud emas, faqatgina endilikda yangi modifikatsiya chiqsa, shundagina ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ichiga o'tirib oldik. Ichidagi o'zgarishlar 0 ga teng, chunki hech qanday farq sezmayapman GX Style AT+ bilan. Chunki o'zi rasmiy kanalda ham ma'lumot berilgan, tashqi ko'rinishga o'zgartirishlar kiritilgan deb. O'zgartirish ham endi o'sha rang bilan bog'liq bo'lgan o'zgartirishlar. Menimcha kerakli bo'lgan barcha detallarni sizlarga ko'rsatib oldim degan umiddaman. Eslatib o'taman, yana qaytib aytaman, bu Cobaltning yangisi emas, Cobalt 2025 emas. Bu shunchaki yangi modifikatsiya, yangicha pozitsiya, oddiy qilib aytganda. Ikkinchi, uchinchi pozitsiya bor edi va bizga 4-pozitsiya yo'q taqdim qilindi desak ham bo'ladi. Men o'zim shaxsan kutib qolaman Cobaltning 2025-yil restyling bo'lishini, qayerlardir o'zgarishini shaxsan kutib qolaman, chunki bu o'zgartirish hisobiga o'tmaydi. Buni menimcha o'zlari ham bilishsa kerak. Yangi modifikatsiya taqdim qilindi. Buni ham o'zining ishqiboslari bor. Chunki taqdim qilingan kuni yo'q, meni o'zimning shaxsiy Telegram kanalimda 2-3 kishi yozdi, olamiz. Bu mokri rangga juda yarashadi deb. Men ham bu yerga taqdimotda mokri yoki satin ranglarni ko'rsam, juda xursand bo'lgan bo'lardim. Afsuski faqatgina oq rangi bor ekan bu yerda. Bu ranglarga black piano o'sha diskalarni qoraytirish, faralarni qoraytirish juda ham yarashadi. Bu fakt. Chunki ko'cha-ko'yda ham shunaqa rangli, mokri, qora, satin rangli avtomobillarni black piano qilishadi. Bilasizlar, ko'zingizga low weight ko'rinadi. Oqqa endi to'g'risi meni o'zim shaxsiy fikrim unchalik black piano qilish yarashmaydi.
Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Telegram kanallarimizni kuzatib boring. Navoiy Avtotech xizmat va o'zimning shaxsiy Telegram kanalim, Avtovlog.uz kanallari pastda yozib qoldiraman napishanada, ekranda ham chiqarib qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Shartnoma ochilishi bo'yicha ham ma'lumotlar o'sha yerda oldindan berib bo'ladi. Kuzatib boringlar. Videoga like bosib, tanishlarga borishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.